Mikrorayonda bunaqa kvadraturali, bunaqa planirovkali kvartira juda ham kam, sababi o'zi 3 xonali bo'ladi, lekin 4 xona qilib o'rilgan ekan. Ushbu kvartiramiz endilikda sotuvda. 6-mikrorayon, 19-dom 3-qavatda joylashgan kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Eng so'nggi rusumda kvartiramizni ta'mirlab qo'yishibdi. Eshikdan kirganimizda bu tomonimizda prixoshka mebel va ro'parada mana shunaqa ajoyib dekorativ panelimizni ko'rsangiz bo'ladi. Sanuzilimizga ham gap bo'lishi mumkin emas. Joydan juda ham og'lonalik bilan foydalanilgan. Ta'mir holatlari chiroyli bo'lib turibdi. Navbatdagi ko'radigan xonamiz uyimizni birinchi mehmonxonasi yoki yotoqxonasi. O'zingiz dedingizdan kelib chiqqan holatda mebel qo'ysangiz bo'ldi. Mana bu yerda alohida pad TV'larga ahamiyat berasiz. Ajoyib qilib qo'yishdi. Kartinkalar bir tomonimizda. Uyga kirganingiz bilan kayfiyatingiz ko'tariladigan holatda. Uyimiz o'zi asli oshxonasi mana bu yerda bo'ladi, lekin oshxonani balkonga ko'chirilgani uchun buni ikkita balkoni bor bu kvartiramizda. Bu yerda mo'jazgina detskiy bolalar uchun mo'ljallangan xona paydo bo'lgan. 2 qavatli karavotni bunaqasiga ham, mana bunaqasiga ham qo'yib turib, dars stollar, shkaf hammasini sig'dirsangiz bo'ladi. Ikkita bolaga sharoit qilish mumkin. Bu yerda oynamizni o'rnatishgan ekan. Bu esa asosiy mehmonxona. Bilasiz, bu planirovkada studiya formatdagi mehmonxona bo'ladi, ochiq ko'rinishda. Televizor uchun alohida joylarni qoldirib ketishibdi. Lustralarni ajoyib qilib o'rnatib qo'yishibdi va yangi ataplen registrga o'rnatilgan xonadonimizni oshxonasini ham sizga bitta ko'rsatib olaman. Romlar akfaga o'zgartirilgan. Bitovoy texnikalari ham mana ko'rib turganingizdek tayyor kir moshina hamda xolodilnik uchun joy qoldirib ketishgan. O'zingiznikini o'rnatib olasiz. Mebellari hammasi o'z o'rnida qoladi. Keyingi so'nggi ko'radigan qismimiz bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'ladi. Yotoqxonamizni ham ta'mir holatlari juda ham chiroyli va kartinkalarni ilib yaxshi holatga keltirib qo'yishgan. Uyimizda bitta narsasini sizga ko'rsatmadim. U ham bo'lsa, mana shu xonadagi balkon. Ochiq balkonni xush ko'radiganligi bu tomonimizda ochiq balkonni atayin yopmasdan qoldirishgan ekan. Kvartiramiz notariusga tayyor holatda, lokatsiyasi ham juda ham zo'r. 6-mikrorayon Humo oshxonani shuni orqasiga to'g'ri keladi, yo'l yuziga ham yaqin joyda. Narxiga keladigan bo'lsak, $52.500 o'zi barakaga yaqinroq narx qo'yilgan, ozgina o'tib ham berishar ekan. Egalan telefon nomerini videoni pastda qoldiraman, bog'lanib shu kvartirani sotib olsangiz bo'ladi.